Bozor tumanida joylashgan Energy Jomi loyihasiga kelganmiz. Ikkinchi qavatdan chiqqan 2 xonali 72 kvadrat katta kvartirani video obzorini qilib beraman. Hozir hovlilarini ko'rsatadigan bo'lsam, juda ham chiroyli va o'ziga xos hovlilarga ega, детский planshetkalari katta, zeleный zonalari juda ham ko'p. Podyezdlarimizda konditsionerlari bor, kartinalar, hamma narsalari osilgan biznes klassdagi novostroyka. Qolganini har doimgidek kadr orqasidan ko'rsatib, tushuntirib ketaman, ketdik. Xonadorimizga keladigan bo'lsak, shunaqa chiroyli podyezddan kirganimizda uzun koridor kutib oladi bizani. Xonalarimiz razdelli, sanuzelimiz совмещенный holda. Birinchi eshigimiz orqasida kuxnya joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, kuxnyamiz juda keng. Hamma kerakli bo'ladigan mebel texnika, hamma narsalar o'rnatib ketilgan. Skrytli холодильникgacha bor va bu yog'imizda konditsionerlarni ham qo'yishgan. Parda ortida o'zini kichkinagina balkonlari ham bor, ko'rishingiz mumkin. Eshikdan kiraverishimizda o'ng qo'lidagi eshikda ham garderobni xonasi qilib qo'yilgan. Ancha-muncha narsalar sig'ib ketadi. Xo'sh, kuxnyadan keyingi eshigimiz orqasida kattagina zal bizani kutib oladi. Mягкий mebellari o'rnatilgan, konditsionerlari qo'yilgan. Deyarli 100% desa ham bo'ladi. Faqat bitta televizor qo'yilsa bo'ldi ekan. Bu tarafimizda sanuzelimiz совмещенный holda, yangi chiroyli ranglardan ishlatgan ekanda. Va spalnya xonamizning ko'rinishi. Shkaflarimiz prozrachniy podsvetkalar bilan juda ham chiroyli va o'ziga xos ko'rinishda ko'rinib turibdi. Xo'sh, xonadonimiz holati, remontiga har doimgidek kommentariyada o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringlar uchun bo'lsa rahmat.